Assalomu alaykum, Karvan Sadası programmasının aziz möhtərəmləri. Kəminə Dinurdan sizlərə ali ehtiram. Bugün biz vətənni, aziz xalqının şanı şöhrətini hammadan üstün bilib tirishib kelayotgan Qozog'iston ataqlı milliy yozuvchi, dramaturg, tarixchi, Uyg'ur adabiyot san'atining parvonasi Ahmedjon Hoshirov apandimning hayoti bilan tanishib chiqamiz. O'tkir qalami bilan yashayotgan vatanini Aziz xalqining sha'ni shuhratini tug' qilib, egiz ko'tagan atoqliq milliy yozuvchi, dramaturg, qalbida milliy ruh, milliy g'urur, milliy nomusi kuchlik, xalqimizning tarixini yezayotgan saviyasi, aql parosati buyuk, sezgur, o'tkir zehnilik, Qozog'iston Jumhuriyatining xizmat ko'rsatgan arbobi, Qurmat ordenining sohibi, xalqaro alash Dada Qorqut adabiy mukofotlarning laureati, Uyg'ur adabiyot san'atining parvonasi. Yozuvchi dramaturg Ahmedjon Hoshirov 20-tomuz 1938-yili Almuti viloyati, Chelak nahiyasi, hozirgi Emgakchi Qozoq nahiyasi, Malvoy yezisida tug'ilgan. Ahmedjon Hoshirov 1956-yili Taldiqo'rg'on viloyati Panfilov pedagogikalik uchilishini tamomlaydi. U 1961-yili Kirov nomidagi Qozoq davlat universitetining, hozirgi Al-Farabi nomidagi Qozoq milliy universiteti filologiya fakultetini tamomlaydi. 1961-62 yillarda Qozoq radiosida diktor vazifasini atqo'gan. 1962-65 yillari Ibray Altınsarin nomidagi pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutining aspiranturasida o'qiydi. Ahmedjon Hoshirov aspiranturani tamomlagandan keyin Almuti viloyati Talg'ir nahiyasi Qizil G'ayrat maktabida muallim ustoz bo'lib ishlaydi. 1970-82 yillari Kommunizm tug'i, hozirgi Uyg'ur ovozi gazetida adabiyot va san'at bo'limining boshlig'i va mas'ul kotib xizmatlarida ishladi. 1982-2018 yillari Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqida xizmat qiladi. 1986-yili Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi boshqarmasining kotibi bo'lib saylanadi. Yazg'uchining Жазушы nashriyatidan Yoshig'inim yashigan 1965-yil, Kashmas ko'nglim 1969-yil, Solmas gul 1977-yil, Nur ana povestlari 1988-yil, Yolg'iz yalpuz romani 1987-yil. Жазушы nashriyatidan Idiqut tarixiy roman epopeyasining birinchi kitobi 2003-yili Uyg'ur tilida nashr qilindi. 2013-yili bo'lsa tarixiy roman epopeyaning ikkinchi kitobi Baurchuq Arttekin Atamura nashriyatidan nashr qilindi. Baurchuq Arttekin 2019-yil rus tilida Davr nashriyatida yo'riq ko'di. Müəllifning povest və romanları Цветы живые 1983 yil, Одинокая мята 1989 yil Jalın nashriyatida, Idiqut 2010 yil Mir nashriyatida rus tilida yo'riq ko'di. 2 tomliq tanlanma asirlari davlat topshirmasi bilan 2014 yil Одинокая мята və Idiqut romanları Arda +7 nashriyatidan rus tilida nashr qilindi. Ahmedjon Hoshirovning Idiqut romani turk tilida Ankara Bengu 2016 yil nashriyatidan yo'riq ko'di. Dramaturgning Idiqut sahna asari turk tiliga tarjima qilinib, kitob bo'lib nashr qilindi. Teatro Almaneyci 2015 yil berildi. Shundaqla Idiqut romani Azərbaycan tilida Bakuda Zardabi nashr 2020 yil nashriyatidan yo'riq ko'di. Bədiligi yuqori əsəri üçün müəllif Azərbaycan Yazğıçılar İttifaqının fəxri yazğıçısı oldu.
Müəllifning 1989 yılı yerga tökülgan Yosh povesti Xalq nashriyatidan besib chiqarildi. Dramaturg Ahmetcan Haşirining Uyg'ur milliy dramaturgiyasining taraqqiyotiga qo'shgan töhfisi intayin cho'ng. Uning O'lmas bo'lib tug'ilganlar 1973 yil, Muqamchilar 1981 yil, Dexan 1985 yil, Tarixiy Idiqut 2009 yil, Yalg'iz Yalpuz 2014 yil, Astana 2018 yil spektakllari Qozog'iston va chet el tomoshabinlar olqishiga ega bo'ldi. Müəllifning sahna qo'yilmalari Charbagh Pesla to'plamiga to'liq saplangan 2018 yil. U rus dramaturg yozuvchisi Chexovning Olchilik bog', ispan shoir dramaturgi Lorkining Qanliq to'y fojiasini, qozoq shoir dramaturgi Shang'itboyevning Pah yigitlar asarlarini tarjima qilgan. Allah kaçan özdürmeyi heykel ornatkan. 100 yıl bunun ölgenlerinin ismi gerek emez lan? Gerek emez. Buyruk desin bana. Özden mandakta ünlü lava. Bizge çoğun olmadı kanal muhim. Halakı su gerek. Nimi davatıyorsun? Köp sözülme, iyilikla peki. Ben iyilikla vermemeyim ben. Pul versen, iyilikla edilen pul kumar kademden izlep tam. Pulunu siz gibi esepçi. Pulla satmayın ben, pulla. Ay vallahi atam toğ ederin ayıp diye. O işe. Siz bilin bu oldu ya. Onun paskarını durmayın. Hepsiniz malda özünüzde makamınız var. Nimi bu kum taşlıktı? Seni çarptığımı bilmem ya kaç günümde. Siz boşsunuz bir hazırsınız. Ben sizi iş orunlaştırıp koyayım. Ev işçilerinin tamamını itip pul tepin. Sen benim hodum hocayı kılgan kimsen? Senin mör baskan kağızımda benim hodumda işlisin diye buyruk var mı? Yok. Artık özümün hodunu ne eki? İşte düşendin mi? Ya bostanlıkları kıymetli. Sen girişti o. Yaşıran koyun onu atıla. Hazırlıklı zaman, başka zaman. Başka devlerim. Bunu senin tapığın aklarım. Başlandan işte bir gün, bir saat. Qudus G'ojamyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatrida sahnalashtirgan rejissyori Yalqinjon Shamiyev Idiqut spektakli O'rta Osiyo mamlakatlari 3-chi xalqaro teatrlar festivalining laureati ataldi. 1991 yili Arzu jurnalining bosh muharriri bo'lib ishlaydi. 1994-2020 yıldan Qozog'iston Cumhuriyeti Davlat va Prezident stipendiyasini ep kevatıdı. 2002 yılı Edebiyat va San'at bo'yicha Qozog'iston Cumhuriyeti Mamlakatlik mukofot berish komitetining komissiya a'zosi bo'ldi. Ahmetcan Haşirga 2003 yılı Idiqut romani üçün ilham ve 2012 yılı Idiqut spektakli üçün Qozog'iston Yazğıçılar İttifaqının Xalqaro Alash ve Evraziya Yazğıçılar İttifaqı ve Türksoy uyushtirgan dramaturglar konkursida Charbagh dramasi Dadi Qo'rqut 2017 yılı 1. derejelik adabiy mukofoti berildi. Hurmet 2009 yıl ordeni ve Qozog'iston Respublikasının еңбек singirgen qayratkeri Qozog'iston Cumhuriyetining xizmat ko'rsatgan arbobi 2015 yıl Faxriy nomiga sozavar bo'ldi. Uyg'ur Orxon qog'onati tarixiy romani 2020 yıl Print Express nashriyatida yo'riq ko'di. Uyg'ur Orxon qog'onatini qurgan, ya'ni 10 Uyg'ur 9 Oğuz qabilalarining 5'ni qo'shgan mashhur qog'onlar Tomit, Ko'lbo'yla, Bayanchur va qadimgi Uyg'ur Orxon yezig'ini ijod qilgan donishmand qog'on olim yozuvchi Bogoxonning badiiy obrazlari tarixiy qaynaqlar asosida atrofliq tasvirlanadi. Ulug' ajdodlarim oldida vijdonim toza yozuvchiman deydi muallif.
Қазақстан алтын қалам егілері, хас чевер, mahir yazğıçıları, büyük alımlar, sənətşünas, teatrşünaslar yazğıçının roman, povest dramaları haqqında özlərinin səmimi fikirlərini gazet jurnallarga, kitaplarga yazğan. Assalamu alaykum hürmetli Kadir'dan Kazakistanlık yurttaşlar. Yazgıcı her kaçan hoşal buluyormaydı. Ben bilmem şunda hak. Bırak bugün ben çeksiz kursamım. Bu da degenimiz bizim ecdatlarımız evlatlarga siz bilen bizge inaklıkni, yaxşılıkni, ittifaqlıqni, birlikni amanet qilib topshirib ketgan. Bugün Yazgıcılar İttifaqı, Medeni Merkez şehirlik, Canı-Can tiyatrımız birikip, ulug' simarimiz, büyük şairimizni hatırlaştı, aşu amanetni o'rindidik. Bizde mi ittifaq var ekan? Bizde mi qo'shanlik var ekan? Lutfullah Mutalbariqi 9 yıl işlep 80-100 yaş kirgen adamlarning qilgan ishini 23 yaşga kirmay yezib ketdi. Biz shundoq Uyg'urning avlodlari, shunga biz bir kishimiz kerak, ittifoq bo'lishimiz kerak. Men sizlarga beshimni egib ta'zim qilma bugun ittifoqliginglar. Yazgıcı 1988-89 yılları Uyg'uristonda bo'lib, G'ulja, Urumchi, Turpan shaharlarini ziyorat qilishga muyassar bo'ldi. U mashhur xalq yazgıcılari Turg'un Almas, Zunun Qadiri, Abdurim O'tkir, Zordun Sabir, Teyipcan Iliyevlar bilan samimiy ta'sirli suhbatlarda birga bo'lgan, bosh qo'shgan. Ahmedcan Hashri ularning asarlari bilan mo yaqindan tonish. Ahmedcan Hashri helikam xalqiga cho'ng xizmat qilayotgan buyuk san'atkordir. Xalqimizning nodir san'ati, durdanisi 12 muqam tarkibidagi rak, chabbayat, chargoh, mushavrak, panjgoh o'z hal muzikalik dramalar ustida ishlamoqda. U san'at, adabiyot ulug' bo'lsa, xalqimizmi ulug' bo'ladi deb jon ko'ydirib ijod qilib yurgan xalqimizning munavvar farzandi. Yadin egiz emas yazg'uchi dramaturgdir. Assalomu alaykum. İman nurluq insani kamil o'qirmanlarim. Mening butun hayotim yezish bilan xalqqa ruhi boyliqni uyg'otish bilan kelyotdi. Bütün dünyadaki Uyg'urlarning hammasi o'z tarixini bilish kerak. Jumladan men ham shu. Shu nuqtai nazardan mening angliq hayotim desam bo'ldi. Uyg'urlar haqiqiy ma'noda davlat qurgan xalq. Uyg'ur arxon qag'anligi, idiqut qag'anligi va qaraxanetlar qag'anlikni qurgan ulug' xalq. Ben 10 yıl davamida 5 yıl qaynaqlar bilan ishladim. Material topildim, ko'p masalalarni qarab chiqdik, tarixiy narsalarni. Hech qanday burmalash bo'lmasin deb Artekin va idiqut romanlarini tarjima qildim, romanlarni yozib chiqdim. O romanlar masalan idiqut romanim turk tiliga, Azerbaycan tiliga, rus tiliga tarjima qilindi. Mening o'quvchilarimning doirasi kengaydi. Shundaqla men yaqinda yana 20-yili bizning qahramon qizlarimiz, Turpan qizlari o'zining vatani uchun, xalqi uchun, ozodlik uchun kurashgan Turpan qizlari, 7 qizlarim haqida bir drama yozdim. Bu to'g'ri povestlar, romanlar borki, ularni qarab chiqdim. Endi onu qachon o'qirmanlarim tomoshabinlar ko'rdi, onu vaqt ko'rsatdi.
bizniki hayotimizda cho'ng narsalar bo'lyotidi. O cho'ng narsa deganda o'qirmon bilan yozuvchini orasidagi munosabatlar. Buni yaxshilanib kelyotidi. Mening yana deydiganim, men roman, povest, hikoyalarni yozdim, dramalar yozdim. Shu dramalarning ichida o'lmas bo'lib tug'ilganlar, muqamchilar, dehqon, apchil, yashmas ko'nglim, dehqon, shuni bilan birga Bog'irchiq, Artekin va Idiqut dramalar qo'yildi, tomoshabinlar ko'rdi, yaxshi bahosini oldi, ruhiy boyligini ko'tardi. Hozir shu teatrimizga mana xalqimizning imon nuri bo'lgan, xalqimizning nodir asari, mo'jizasi bo'lgan, xalqimizning taqdiri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muqomlar haqida muzikalik dramalarni yozyapman. Shuni ichida rak 12 muqom tarkibidagi birinchi muqom rak, 12 muqom tarkibidagi ikkinchi muqom chabayat, 12 muqom tarkibidagi uchinchi muqom panjigoh, mushavrak, 4 muqom chorgoh yezib tugatdim. Hozir bizniki o'sha teatrimizda Qozog'istonning xalq artisti teatrimizniki badiiy rahbari atoqli san'atkor Murod Ahmadiyev qo'yyotidi. Yaqinda uni tomoshabinlar ko'rib o'zirlanishi tabiiy deb o'ylayman. Shuning bilan birga mening shu Bog'irchiq Idiqut romanimni yaxshi qo'yganlik uchun ham shu Qozog'iston va O'rta Osiyo teatrlar festivalida yuqori baho olganlik uchun ashni qo'ygan, sahnalashtirgan, Qozog'istonga xizmat ko'rsatgan arbobi Yalqinjon teatrining rejissyori Yalqinjon Shamiyevga minnatdorligimni bildiraman. Hamma vaqtda bizga hozir bir narsa, cho'ng narsa, bizning asarlarimizni xalqimiz ko'ryotidi, o'qiyotidi. Bizni Uyg'ur xalqini shu orqali dunyo taniyotidi. Bunga biz shukr edamiz. Xalqimiz omon bo'lsa, uning farzandlari omon bo'lsa, yerimiz, suyimiz omon bo'lsa, bu biz uchun cho'ng ilhom, tariximizni yezishimizga mumkinchilik bo'ladi. Amanchilik bo'lsa, mening deydiganim, yana bir tarjimalimda biroz narsalar aytildi, uni anglasizlar. Sizlarga salomatlik, inoq, ittifoq, birlik tilayman. Biz samimiyat bilan siz armon qilgan, söygan xalqingiz nurluq, hurluq, erkinlik nishonga yetsin demoqchimiz. Bir odam cho'lda quduq qazdi. Ming odam suv ichdi, cho'li qandi. Bir odam o't qalidi, ming odam isindi. Uning egisi Imon Nurluq, insoniy komil yozuvchi dramaturg Ahmadjon Hoshiriydir.